Nima uchun himchiskaga bergan kirlaringiz shirin va toza yuvilib chiqadi? Uyda yuvganingiz esa hidi kelmaydi. Qancha parashok qo'ysangiz ham juda ham toza yuvilmaydi. Buni sirini hozir sizlarga o'rgataman. Sizlar ham bu xatoni yillardir qilib kelgansizlar menga o'xshab. Kirlaringizni solasiz va qaysi programmada yuvayotgan bo'lsangiz, shu programmaga keltirasiz va ochasiz. Parashok solmasdan ochasiz. Suvni birinchi suvni oladi. Bez parashok qo'ymaysiz. Mana. Suvni to'ldirib oladi birinchi. Chunki birinchi kirli suvlar ketgandan keyin siz parashok, agar suvli parashok qo'yadigan bo'lsangiz, u suvli parashokingiz u suv bilan ketib qoladi. Keyin yaxshi yuvmaydi. Endi u suvni o'zi bo'shatgandan keyin ikkinchi suv olguncha siz suvli parashokingizni qo'yasiz. Ko'pgina qo'yishingiz shart emas, yetarlicha qo'ysangiz bo'ldi, baribir bir xil yuvadi. Ko'pgina qo'ysangiz ham, ozgina qo'ysangiz ham o'sha kiringizga yarasha qo'ysangiz bo'ldi. Bo'ldi, endi ko'pirib zo'r yuvadi. O'zi qarang, yuvib bo'lgandan keyin durulamaga o'tkazasiz 22 minut menda va bu yerni ochasiz. Ochganingizdan keyin shu yumush qo'yiladigan qismiga yumushimizni to'kamiz. Va yopamizda yana bosamiz. Bo'ldi, bundan keyin o'zi yuvib tugagandan keyin bemalol quritmaga otsangiz bo'ladi va shunaqangi asal hid keladi, xuddi atir sepgandek bo'lasiz.